Aka yaxshi. Shu qishloqdan bo'lsangiz, Ismat degan uy qayerda bilmaysizmi? Kim? Ismat. Nimaga ham yaxshi odamlar kelib Ismat churrini so'raydi? Bu qishloqda Ismat degan odam yo'q. Tonimayman men Ismatni. Omad Chovdan 40 ming dollar pul yetgandi, shuni bersa kelgan. Kim deding? Qishloqda Ismat churri deykanlar. Nech pul yetdi deding? 40 ming dollar. Man Ismat churri bacham, man Ismat. Ismat degan aniq sizmi xo'p? Ha, bacham. Ismat churri deb chaqiradilar. Ha, Ismat churriman, men aldamayman seni bacham. Men Ismat churriman. Unda ishondim. Ana bu pul biz sizdan xursand va mamnunmiz. O'yinda yutganingiz uchun tabriklaymiz. Narsalar yig'ishtir. Ko'chamiz berdan. Moshi so'shin ko'rinmaydi. Omad shu deydi, omad shu deydi, albatta. Ha, Nima ish etibsan? omad showdan pul yutandim. Shuni kutib turma, olib kelib berish kerak. Sen yoshmachamisan yo Ismat? Sen aldagan ular. Omad shu senga pul bermaydi. Turket, bu narda kut. Bo'qim yebsan, bo'qim yebsan. Mani alda olmaydi ular. Mani aldiydigan odam olib dunyoda tug'ilmagan. Tushundingmi? Olib ketirib beradi menga. Sen ishing bo'lmasin. Bu narda kut. Hali, nima bo'ldi? Pulni nima qildingizlar? Olib kelyapsizlarmi? Men Ismat churriman. Ismat aka, siz pulingiz berdik-ku. Men olganim yo'q puli. Kimga berdingizlar? Obidda aka chiqdi, Ismat churriman dedi. 40 ming dollar o'shanga berdik. Telpakda aytdi. Telpakda? Usti. 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 Assalomu alaykum. Ustiga bakang. Qaysi Hali ustini chaqirmang. Yarim soat bo'ldi biza bo'ya ko'chib kelganmiz. Men ustiga bak topmayman. Sotib ketdilar. O'zi bosing, o'zi bosing. O'zi bosing. U sizga sizni bilanti. Ana xati berishim aytdi. O'zi bosing ham aka. Ismat churri? Bering. Voy men, voy men. O'tar umrim yuzim kulari ko'zimda yosh yig'lasam ham men sizlarga egmayman bosh Usti kapak. Endi ko't ko'ydirish men navbatim. ko'zimda yosh Oysi janonimning ko'ylagida Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi? Yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku, nimasini? Xudolar. Xudolar, ha, xudolarim keldi. Yaxshi keldingiz ham xudo. Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir apand odam ekaningizdan xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsada o'ting, maqsada. Endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketdik-yo narsalarni siz aytib o'tirsangiz biza yozib olishga kelamdik. Ha, bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borki tur yo'qan? Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz o'zi to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu pul beradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan.
Mirzojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzolmaysan? Mana uruyli bordi-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa sizlar rostdan ham katta qara nima? Oyzli janon Skori chaqirdim kelyapti. Ana, skori keldimi deyman, darvozani ochmacham. Mashinda kelmadingizlar? Bizda moshin yo'q. Nima bo'ldingiz? Nima chaqirdingizlar? Dadam davlenasi ko'tarilgan o'zi yomon bo'layotdilar. Biz ham doktor-ku. Jimay turgan odamlardan olasang ko'proq pul beradi. Abi, o'qishi ham 19-21-yilda bitiran ekansiz-da? Qayerdan bildingiz? Ha, endi qilib o'tirgan qiliqlaringiz karantinda o'qiganingizni bildirib turibdi-da. Ha, nima? Men senga aytdim-ku, bo'yina to'qilmaydi bu. Olmini, bo'yina to'qilmaydi dedim-ku. Endi mana to'g'ri to'qdikda, mana ana bu oyog'i to'qil ekan-da bu o'zi. Ana, o'z joyi ekan bu. Aytdim, bo'yina sig'may turibdi bu. O'ylamam shular qo'lida ekanda. Doktor so'ragan, ay bu yoq bir kasal davolaganmisizlar shu paytgacha? Bizlar nimada o'ylayaptilar? Bizlar borku, singan chiqqan, yurak kasal, keyin ana ich ketma, ich qotma, EKG, MRT, UZI hammasini qilamiz bizlar. Tushundingizmi? Bu qilayotgan yoshlaringiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Yo'nalishlaringiz nima o'ysizlar? Yemayman. Nimami? Yemayman. Nima u? Aralash jang san'ati. Doktorlar nima kerak aralash jang san'at? Tushunding? Mana, hozir sizni doktor davol olmasa, aka-ukalaringiz kelib, keyin doktor uradimi? Ha. Ana shu payt o'zini himoya qilish uchun. Ha, ana shu. Yep. Aha shu doktor yaxshi davolasa, urmaydi-ku hech kim. Yaxshi davol olmaydi-da bu doktor. Jiyan dadangga temperaturasi tushib ketgan. Nima bergan tinga? Bir kosa sho'rva, 2 tovoq osh, bitta qovun, bitta tarvuz. Ibi unda san dadang davlenasi ko'tarilmagan. Nabaru damlagan. 2 kun hech narsa bermishlar. Iloji bo'lsa, quruq samon beringlar, haymi? Nima? Samon? Nima? Nima? Odamga nima beriladi? Qoq non. Ha, qoq non beringlar, qoq non, haymi? Ha. Mana qara, oshqozonda nimadir bor-da, bilib bo'lmayapti. Nima qilamiz? Mana qarajon, yet aptekaga borasan-da, ana muncha rezin perchatka bor. Ana shuni olib kelasan. Tushundingmi? U nima qilasiz? Buni To'xta. Men zakonni. Davleniyam ham zakonni, o'zim ham zakonni. Taslimman. Gap bo'lish mumkin emas. Qana Madrid. Keyingi raqsimiz talpada qolgan urg'ochi kiyik raqsi, tushunarlimi? Oyoq mana bunday, qani, orqani chiqaramiz, ketdik birga. Hop. Hop. Bitta hayajonlanmasdan bosaveramiz. Ye, dada keling. bular kim? Bular meni yangi komandan. Bolalar, adamlar tanishamiz. Ha, bu nima qiliq bu? Piyoq yeyishga tayyorlanibdi bular. Shogirdlarni men uraman, bachangiz o'zingiz uring. Yo'q, bacham siz. Men bular o'ri yangilikda bular. Mana qaranglar, urvana cherma keltirdingizlar ikkovlaringiz. Qarab o'tiringlar, endi buvim olib kelaman, hozir ko'rasizlar. Hamsoya. To'xtang. Ha? Nega urasan, Mirza Terak? O'tir Ismat. Ona bilan ham o'tirib gaplashamiz, Ismat. Kim bu? Mana qarang bu hamsayamiz ana shu yomon tepadi men. O'zingiz gaplashing. Ismat? Hamsangi men ham ursam maylimi? Ibi mo'ylovingga u bitishkur, nega tepasan biron bolasi? Men tug'ish qo'yurmidi? Men tonimadingizmi? Bacha paytim siznikidan sut olib ketaytimi? Sanga sut bergan sigirimda yelini chirasan. Nega urasan bolani? Ayt Ismatjon, ayt. Beqilib o'ynaydi diskotekalarda. Shunga. Bitta ko'rsat o'zing. Ko'rsat. Ana, ko'ryapsizmi uni? Ko'ryapsizmi? Ana shunday o'ynaydi-da. Nimasi yomon? Nimasi yomon Ismat? Zo'r o'ynayapti. Yaxshi-ku. Yaxshi-ku. O'zing qanday o'ynagansan? O'zing qanday o'ynagansan? Sanga shunday o'ynash yo'qyaptimi? Ha, o'zim yo'q. O'yna bolam. O'ynayveraymi? O'yna. Sala nima o'tiribsan? Tur o'yna. Tur.
Faqat sekinroq kuyov. Sekinroq. Onajon, hozir siz bilan relax massaj qilamiz. Tayyormisiz? Kuyov. Ob oyoq gapirmay turibdi-ku. Qani qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? O bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling yana bitta zo'ra bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Kuyov. Bu ketdi-ku bu. Qani qaynota? O ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor, pastligisi. Kulminatsionni Rahmat, rahmat. Yo'q. Yo'qni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Uni ko'rsat. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi ishoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qani? Ha, bo'yin pachmini ketdi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani massaj chaqilib o'tiribdi. O, qaynota mamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringiz bir relax massajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men massaj olmagandim. Belim ana sherisida tuzib bor. Bitta massaj qiling. Buni faqat teshig'i salni to'rab ekan-a. Amsiyani kuyovi. Ko'zi yegri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, aytmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi. Aşklarımız bir yaman